ko'chmas mulk huquqlari bo'yicha nizolarni sudgacha hal etish mumkin. Xabaringiz bor? Bu yo'nalishda yana bir yangilik. Endilikda manfaatdor shaxslar ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazishda yuzaga kelgan nizolarni nafaqat yozma shaklda, balki elektron tarzda ro'yxatdan o'tkazuvchi organning rasmiy veb-sayti orqali ham komissiyaga murojaat qilishi mumkin bo'ldi. Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-avgustdagi 426 sonli qarori asosida murojaatlar 10 ish kunida ko'rib chiqiladi. Komissiya yig'ilishi oldidan 3 kun avval tomonlar xabardor qilinadi. Qaror oddiy ko'pchilik ovoz bilan qabul qilinadi. Bayonnoma nusxasi elektron yoki pochta orqali yetkaziladi. Komissiya xulosasidan norozi bo'lgan shaxs 2 oy ichida apellyatsiya komissiyasiga yozma yoki elektron tarzda shikoyat berishi huquqiga ega. Yangi tartib murosa va haqiqatni sudgacha topish imkoniyatidir. Foydalaning.